Akaxon mohiyto bering yurtimni kiran. Mana o'zida-chi. Ha bo'ldi aka. Qaytimiga mana undan olyapman. No. Nima deyapsiz, puldan muammo yo'q. Hozir telefon qo'raman. Qayerdan olding? Nima ishim bor? Menga ber. Bermayman, sotaman. Nech pul sotasan? 100 ming. Yastig'imni tagidagi pensiyamni kim oldi? Mana akajon, chotga chiqdi. Xush kelibsan. Gap yo'qsa aka, mana rahmat sog' bo'ling. Pulingni solib bersin-chi. Sen bilan biz o'rtamizda qolib ketamidi? Biroga surish ketamiz. Rahmat aka. Ha, bratishga, qalaysan? Bu kuni sochingni olib beraman, esladingmi? Ha aka. O'shanga ponibak benzin qo'yib yubor, 95. Dada chanqa ketgan bo'lsangiz, podvaldan muzdekina kompot ochib berardim. Ya o'g'ilda qishda ichamiz kompotni. Qish qachon keladi? Havo soviganda keladi. Havo soviganini men qatdan bilaman. Havo sovigani shu kurtka, shapka kiyib olgan bo'lasiz, o'sha yerdan bilasiz. Dada? Dada endi ichamizmi? Kartaga pul tushmabdi. Sen to'lab olgan tushib bilan men senga yechib beraman. Aka, men pulim yirtiq edi-da. Yirtiq pul olishmasa kerak, to'g'rimi? Bo'ldi, qo'yaver, kartaga pul tushdi. Aka, qorin rasadan bo'lyapti. Hazm qilayotgan biror yaxshi suvingiz bormi? Borda, mana yangi keldi. Sayirmi, Gruziyani suvi. O'zim ham ovqatlangandan keyin bitta ichib olyapman, vahshiy mazza qilyapman. Zo'r ekan mana shu. Aka, menga ham shu suvdan bering. Yo'q, puling yirtiq ekani, men butun pul olib kel. Jahon aka, o'masangiz to'lab turing, yamab beraman. Uka, plastimni pul yirtiq edi. Yirtiq pul olishmaydi bular. Sensiz yotaman, seni boshdan o'taman, disham gelmedi. Oshga yerimaysan, mabodo? Nimaga? iPhone 7 chiqdi-yu. Aloqam ham yo'q-ku. Yo, baba olasizmi o'shani? Ha? O'shanda yerimay qo'yaverasiz. Siz nimadir olasizmi deb, 3 kundan beri hech narsa yegam yo'q. Ha, bo'pti, yurish nima bo'laganmiz? Ketdik. Bir kishilik osh nech pul o'zi? Bizda choy, to'rdan bir non, salat va shu bir kishilik osh xizmati ichida 20 ming so'm. Aka, 2000 dollarlik telefonga 20 minglik osh olib bermasangiz kerak, o'rtoqlarni chaqiraman. Ha, bo'ldi, sen o'rtani chaqirib turavergin-a. Men oshga qancha yetam ekan? Valla qalemaz oldalaring. Aka, on qarab oring, nech pul bo'ldi? 120 ming bo'ldi. Akam to'lab yuboradilar. Qani aka? Hozir. Qarachqon taxtani tagida basmi ekan. Aka, prikol qilma. O'z salla shunaqasan. Yeb olasan, ovqatni keyin pulingni oqtarasan, akingni oqtarasan. Tironningni hamma yo'qsizlar yo'q. Dadajon, bizga boshqa xizmat yo'qmi? O'sha aytganlarni qilib qo'ysiz bo'ldi, o'g'iltoy, boravering. Xo'p, bo'ladi. O'z o'ltamat, bakichi. Nima men? Sultamatmanmi? 35 ga kirib uylanmagandan keyin nima bo'lasan? Sultamat bo'lasan-da. Qachon uylanasan? Ha, endi qizoqtaryapmiz, endi uylanamiz-da. Yuraverma shunaqa. O'g'iltoyda uylayapman. Ertadan keyin to'y, kir to'yga. Qo'ysiz, hali kichkina-yu. U kichkina emas. Sen ho'kizsan. O'zi uy tengqurlar uylanyapti. Lutfulla aka. Ha aka, kelavering, dadam yo'q edilar. Sen rostdan uylandingmi? Ha, dadam aytmadilarmi? Aytuvdilar, ishonmabman-da. To'ydan keyin qalay endi hayot, kuyovalar? Vashshi zo'r. Ertalab turishingizga hamma narsa tayyor. Ko'chadan kelishingizga eng siqqina ovqatlar tayyor. Shunday baypaqda yechib, o'tib uxlab orar ekansiz. Hech kim indamas ekan. Uyda erkagi siz bo'lar ekansiz, boshlig'i siz bo'lar ekansiz. Tushunasizmi aka shuni? Mazza ekanda. Yo'q, aka. Sokdan ichasanmi? Biz sok chegan yoshdan o'tganmiz aka. Kartoshkamiz tayyor, begim. Hop.